bola olib daromad qilsak bo'lar ekanda, 10 ta qo'ydan demak 100 ta qo'yni daromadini ortar ekanda hozircha. Hali bizda endi qiziqish boshlanyapti. Assalomu alaykum Toshpo'lat ota, Zohidjon akaning muxlislari. Zohidjon aka, Alloh nasib qilib bugun ko'rishib turibmiz. Mashaqqatini ayting birinchi o'rinda jon aka, buni hamma. Assalomu alaykum obunachilaringizga, hammangizga salom. Bu mashaqqatidan ham hozir kelib qo'yni ko'rishib, maza qilishayotganini ko'rganda chiqib ketadi qiyinchiliklar, hammasi to'g'risi. Vistivka, ko'rgazmani qilishdan maqsad nima asl? Siz tagida mavzu nima yotibdi desangiz, arashan qo'y, mana qo'yyapsiz. Naslli qo'y, hisori qo'y. Mana shularni olib, mana shu yerda seleksionerlar kelgan, katta seleksionerlar. O'shalardan rivojlantirib, mana yetishtirgan hayvonini olib chiqishyapti. Masalan, sotilyapti bular. Uni ko'rib turib qiziqishyapti. Hozir mana nechta aholi, masalan, obunachilarimiz kelyapti yonimga. Aka, biz ham masalan shu qo'yni olib, mashq qo'chqordan olib, qo'shib, bola olib daromad qilsak bo'lar ekanda, 10 ta qo'ydan demak 100 ta qo'yni daromadini ortar ekanda hozircha. Hali bizda endi qiziqish boshlanyapti. Xudo xolasa, Hozir mana jivoy o'sib ko'rdim, men it bilan mishg'ida zo'rg'a parqaga boradi. Qo'y boqyapman, shaharda boqyapman deb, to'g'rimi? bitta hoji akamiz shu xuddi shu gapni gapirdi. Go'sht yetishtiramiz. Xalqqa go'sht arzon bo'ladi. Zo'rg'a ushlab oldim. Rahmat. Sog' bo'ling. Xudo xolasa.